Assalomu alaykum hurmatli maslahatchilar. Bugun 7-aprel 2026-yil. Minnukleuslarga ari solishni boshladik. Haligini mashinalarga minnukleusda ari olib kelgandik. Bu arilarimiz kuchayib ketdi, narigalar. Ular kuchli bo'lib, ularga hujum qilib, olib napa top ketdi. Shunga boshqa joyga olib ketdik. Unga yaxshi g'unbay berganimiz yo'q. Endi g'unbay beramiz bularga. Ari cho'mishda ari solib, bularga chiqqan ona ari qo'yamiz. Hozircha shu oziqa siroplarni quyib oldik. Ikkita ramka solib qo'yganman. Endi sekin ari solishni boshlaymiz. Paketga solib qo'yamiz. Aç onu. Kapalı aç. Suya şey yapacağız. Nereye gideceğiz? Nereye koyayım? Ana sağ ol. Şu holatda bir chegadan to'ldirib ari solib ketaveramiz. O'q ozuqasi yaxshi. Zo'r. Hozir
hammasiga ari soldurdik mana shu qutichalarni. Bular ham ertaga tayyor bo'ladi. Arining holatiga qarab bularga ari solamiz. Endi bular shunday holatda turaveradi. Ko'pchilik ana har xil holatda ari soladi bunga. Ba'zilar shu holatda chiqqan onani sotib ketadi, bir xil g'umbak tashlaydi. Men shu ona ishlayotgan joydan olib to'g'ri shunga tashlayman. Bugun solganimdan ertamanda chiqqan onalarimiz bor ancha g'umbaklardan chiqyapti. Shularni bir kraska qilib, onarini ustiga metga belgi qo'yib, hammasini qo'yib chiqaman. Eshigidan kirgizib yuboraveradi, shu nachalkasidan. Nachalka qo'yilgan. Shu yerdan kirgizib yuboraveradi, onarini, chiqqan onarini. Yaxshi qabul qilib ketadi. Har bir mana shu uslubdan foydalanaman. Menga mana shu ma'qul. Assalomu alaykum hurmatli san'atchilar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 8-aprel 2026-yil. Kecha kuni mana shu minnukleuslarga ari solgandik. Hozir chiqqan ona arilarni shu eshigidan kirgizib yuboryapman. Bu har doim shunday qilaman. Ona arilarimiz mana bu makros mantıklı. Şu eshigidan kirgizib yuboraman. Onalarni. O'zlari yaxshi qabul qilib ketadi. Men har doim mana shu uslubdan foydalanaman. Kecha chunki buni ona arisi bor. Oynadan olingan bu arilar. Ben şu holatda hammasini joylab chiqaveraman. O'zini qo'ygan ozuqasini yeyapti. İdishdan sirop oqqan shu kecha qo'ygandim, shuni aralab kelib ichini. Assalomu alaykum hurmatli san'atchilar. Bugun 14-aprel 2026-yil. Minnukleuslarni shu yerga olib kelganmiz. Shu yerda urug'lantiramiz. Yarmi kelgan. Bu yerda ikkita oila, turli oilani olib kelganmiz asosan. Mana shu turli romkamiz mana. Rosa pishib chiqyapti. Oldin ikkinchisi bu chiqishi. Karpata bu. Karpat. Rosa zo'r pechatlagan mana
Faqat erkak asalari chiqadi bundan. Katta. Bu naslli. Asaliga zo'r ishlagan, ha? Eng asalchi liniyalari. 100 tadan bitta. Shulardan lider oilalarimizni Mana shu ona arilarimiz yangi plotniy tuxum ekiradigan ona arilar. Mana shunday naslli oilalar bilan urug'lanadi. Xudo xolasa asalchi bo'ladi bular ham. Endi hozir bugun 15 bo'lsa, 7 tuxum ekirib qolish kerak. Buni boshqa videosini qo'yamiz. onari sifatli chiqarish yana yaxshi va u bilan birgalikda turtenni ham teng olib ketish kerak aka. Ikkovini ham teng ishlash kerak edi. Teng ishlash kerak. Ikkala tomon ham zo'r bo'lsa, siz aytgan narsa ikkita oila bunda. Ikkovi ham turten oilasi.